Mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Uch tumani Bog'ko'cha mahalla fuqarolar yig'ini keksalar maslahati guruhi rahbari Saidaxon Ubaydullayeva tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz Saida opa. Assalomu alaykum Saidaxon. Studiyamizda sizni xush ko'rdik. Eng quvonarlisi, o'tgan 2025-yilda yaxshi natijalarga erishdingiz. Aynan 1+10 loyihasi bo'yicha respublikada o'tkazilgan ko'rik tanlovni birinchi o'rin sovrindorisiz. Umuman olganda mana shunaqa muvaffaqiyat siri nimada? Qanday ishlaringiz mana shunday bir katta yutuqlarga sabab bo'lyapti? Keling shu haqdagi mulohazalaringiz bilan suhbatimizni boshlab olsak. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Men Ubaydullayeva Saidaxon, Namangan viloyati Uychi tumani Bog'ko'cha mahalla fuqarolar yig'ini keksalar maslahat guruhi rahbari sifatida mana 2023-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelyapman. Biz nuroniylar ish jarayonimizda muhtaram prezidentimizning 2023-yil 11-martdagi 92 sonli qarori keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni hayotda faolligini oshirish, chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarga asoslanib, shu qarorning 4-bandida bir nuroniy 10 yoshga mas'ul loyihasi asosida ish olib boryapmiz. Men ham mana mahallamda mana shu loyiha asosida yil boshida menga ham 10 nafar ishsiz, tarbiyasi og'ir, muammoli, ajrim yoqasida turgan yoshlarni biriktirilgan edi. Biz mahallamizda mana shu 1+10 bo'yicha mana shu mahallada 15 talik keksa maslahat guruhi tuzib olganmiz va bu guruhga biz zamonaviy fikrlaydigan faol nuroniylarni jalb etganmiz. Biz bu ishimizni albatta mahalla yetkiligi bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Men ham mana shu menga bog'langan 10 nafar mana shu yoshlarni har biri bilan suhbatlashib, ularni uylariga borib ota-onalar bilan suhbatlashib, ayniqsa yoshlarni muammolarini o'rganib, hamkor tashkilotlar bilan bog'lanib, ularning har birini mana muammolarini hal etdim. Mana ulardan 4 nafarini tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kredit olib ishbandligi ta'minlandi. 2 nafari Uychi tuman Norin gez kaskadiga ishga joylashtirildi. 2 nafar ajrim yo'qotib turgan oilalarni yarashtirishga erishildi. 2 nafar og'ir sharoitdagi yoshlar oilasiga, talabalarga kontrakt to'lovini o'tkazib berishda men ham mana shu hamkor tashkilotlar bilan bog'lanib va mana shu har bir yoshning muammosini hal etdim. Va men bu ishimni mana shu tumanimizda o'tkazilgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovi bosqichida tumanda birinchi, viloyatimizda ham birinchi hamda respublika miqyosiga chiqib, respublikada ham faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men bu ishimdan juda ham xursand bo'ldim. Nima uchun? Mana shu muhtaram yurtboshimiz biz nuroniylarga juda ham katta e'tibor beryaptilar. Bizlarga mana shu 10 ta muammoli yoshlarni ishonib topshiryaptilar. Va men mana shu respublika miqyosida mana shu Namangan viloyatimni, Uychi tumanimni, Bog'ko'cha mahallasidagi mana shu yoshlarning muammolasini ko'tarib chiqdim va ularni mana shu olib borgan faoliyatim davomida men ko'rsatib bera oldim. Hozirda biz mahalla yetkiligi bilan mahallamizda bundan tashqari mana shu 2025-yil davomida 46 nafar muammoli yoshlarning muammolarini hal etildi. Ularning 10 nafari ishbandligi ta'minlandi. Biz ayniqsa hozir mahallada biz nuroniylar ajrimlarga ko'proq e'tibor beryapmiz. 24 nafar ajrim yo'qotib turgan oilalarni 19 nafarini yarashtirishga erishdi. 3 nafar oilani tiklash uchun muddat belgilandi. Biz bu faoliyatimizda mahalladagi ota-onalar, imom xatiblar, faol nuroniylar bilan ish olib boryapmiz. Bundan tashqari mahallamizda mana shu to'y va marosimlarni ixcham, tartibli o'tkazish uchun maromiylikka erishishda biz mahallalarda mana shu faol nuroniylar bilan targ'ibot, tashviqot ishlarini ham olib boryapmiz. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona tamoyili ostida mana shu tarbiyasi yoshlarni turli xil yot g'oyalar ta'siriga tushib ketishini oldini olish uchun ularni turli xil ma'naviy va ma'rifiy sport tadbirlarini o'tkazib kelyapmiz. Biz nuroniylar muhtaram yurtboshimizning olib borayotgan odilona va oqilona siyosatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Biz
bor bilimimizni, kuchimizni va tajribamizni mana shu jonajon O'zbekistonimizning gullab yashnashi uchun, uning istiqboli, porloq kelajagi uchun o'zimizni mana shu tajribamiz, ish faoliyatimiz orqali mana shu yoshlarga ko'makchi bo'lamiz. Rahmat Saida opa. Endi mana hozir bog' ko'cha mahallasi aynan 1+10 loyihasi bo'yicha respublika miqyosidagi ko'rik tanlovda birinchi o'rinni olgani, bu o'zi asli katta bir mas'uliyat, juda ham bir katta muvaffaqiyat desak mubolag'a emas. Albatta. Bog' ko'chani drayveri nimadan iborat shu mahalla drayveri? Bog' ko'chani drayveri asosan chorvachilik va hunarmandchilikdan. Bog' ko'chamizni hududida ko'plab chiroyli bog'roqlar ko'pligi bois uning nomini bog' ko'cha deb ataladi. Men mana shu ko'rik tanlovda qatnashdim. Qo'shni viloyatlardan kelgan nuroniylar, men sizlarga shuni aytaman, juda ham bizning Namanganimizni ko'rib, ayniqsa Namanganimiz hozirgi kunda shunaqangi rivojlanib, taraqqiy etayotganlarini ko'rib, ayniqsa manaqa go'zal gullar shahri ekanligini, mehmondo'st ekanligini ko'rib, nihoyatda xursand bo'lishdi va bizni ular havas qilishdi. Mana shunday gullar shahri Namanganning farzandi ekanimdan men juda ham faxrlanaman. Albatta, hatto 3-4 yil oldin Namanganga kelgan odam bugun Namanganga kelsa, umuman tanimay qolyapti. Bunyodkorliklar keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Umuman ko'p qavatli binolar yoki tadbirkorlik subyektlarining ochilishi. Umuman olganda Namanganimiz borgan sari chiroy ochib, gullab, yashnab bormoqda. Haqiqatda juda ham chiroyli bir fikrni aytdingiz. To'y marosimlarini ixchamlashtirish borasida aynan prezidentimiz o'zlari yana bir tashabbusni qo'llayaptilarki, mana shu maromiylik. Chunki me'yor bo'lsa, keyin hamma narsa o'sha oiladagi tinchlik, xotirjamlik ham, baraka ham o'z o'rnida bo'ladi. Endi bu jarayonlarda hammamiz bilamiz, lekin ko'z yumib o'tib ketamiz. Ayollar katta rol o'ynashadi-da. Mana shu oilada ayollar urf-odatlarimizni yoniga yana yangi an'analarni qo'shib olishyapti. Qaysidir ma'noda narigi qo'shni mana bunaqa sarpolarni qilibdi, nima uchun men qilmayman degan ma'noda erkaklarni biroz qiynab qo'ymayapmizmi deymanda. Mana shu masalada umuman olganda ixcham chiroyli to'y qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Biz mana shu muhtaram yurtboshimizning to'y va marosimlarni ixcham va tartibli o'tkazish uchun mana shu maromiylikka erishishda hozir biz mahallamizda konvoy onaxonlar, otin oyalarimiz, faol opaxonlar mahallada gap so'zni o'tkaza oladigan, ortidan faol ayollarni ergashtira oladigan opa singillarimiz bilan hamjihatlikda mana shu to'y va marosimlarni ixcham va tartibli o'tkazish uchun ularni oilalariga borib suhbatlar o'tkazyapmiz. Mana shu Uch tumanimizda tuman xotin-qizlar qo'mitamizning raisi Saidaxon Ahmadaliyevni har seshanba mana shu qudalar uchrashuvini hozir biz yo'lga qo'yganmiz. Mana shu oila markazida har haftaning seshanba kuni mana shu qudalar uchrashuvi bo'ladi. Bunda mana shu uchrashuvda biz ham albatta qatnashamiz. O'zimizning mana shu bo'lajak to'y qiladigan qudalarga o'zimizning nasihatlarimizni beryapmiz. Umuman olganda mana shu maromiylikka erishish uchun biz targ'ibot va tashviqot ishlarini mahallalarda olib boryapmiz. Endi Saida opa keling, mana shu jarayonda bo'lgan hodisalardan, ya'ni sizni aynan shu mahallada ko'p ajrimlar olinyapti deyapsiz. Guruch kurmaksiz bo'lmaganida baribir shunaqa bir holatlarga duch kelamizki, o'sha arzimagan bir bahonai sabab bir oila barpo qilingan oila barbod bo'lish holatlarini guvoh bo'lyapmiz-da. Ko'proq nima sabab bo'lyaptiki, shunaqa bir nizoli holatlarga? Biz endi mana shu ko'proq mana shu yoshlarni oilalariga ajrim yoqalariga kelib qolgan oilalar bilan ko'proq suhbat o'tkazayotganimizda, men o'zimni bu shaxsiy fikrim, biz hozir ayniqsa qizlarni biz nima deydi, o'qitishimiz kerak. Ularni kasb hunarga o'rgatishimiz kerak. Chunki bu qiz bola bitta kasb hunar ega bo'lsa yoki o'qib qo'lga bir diplom olsa, u hayotda qiynalmaydi deb o'ylayman. Ko'proq mana shu bo'yicha yoki mana ko'proq mana qaynonalarimiz o'rtasida
mana shu tushunmovchilik holatlari bo'ladi. Uchinchi shaxs Uchinchi shaxs aralashuvi bo'ladi. Biz mana bularni mana shunday holatlarni oldini olish uchun o'sha qudalar uchrashuvi, yoshlarning uchrashuvini tashkil etganmiz va ularga o'zimizni mana shu nasihatlarimizni berib kelmoqdamiz. Endi Said opa, siz baxtli ayol sifatida, namunali oila bekasi sifatida bugungi o'sha yosh qizlarimizga o'zingizni qanday bir qimmatli, oltinga teng maslahatlaringizni bergan bo'lardingiz? Men mana shu avvalo qizlarga maslahatim albatta o'qish kerak. Qiz bolani bir kasbli, hunarli qilib, keyin ular mana shu hayotda mana shu kasb hunarga ega bo'lsalar, ularda ko'proq qizlar ko'proq ma'naviyatga ega bo'lish kerak, ma'rifatli bo'lish kerak. Men ana shunday qizlar hayotda nima qiynalmaydi, mana shu turmushni og'ir yengillarga ko'nikadi va bemalol turmushni tortib keta oladi deb o'ylayman. Ko'proq mana shu qizlarimiz o'qishsa deymanda, kitoblar o'qishsa. Va bu farzandni tarbiyasida onani o'rni alohida turadi-da. Albatta. To'g'ri, otalarning tarbiyasi ham zarur, lekin ko'proq Ona mas'ul. bola o'sha onasi bilan birga bo'lishi va uy vazifalarini ko'proq onasi bilan birga bajarishi bu hayotiy bir tajribamizdan o'tgan, to'g'rimi? Albatta. Bugungi maroqli suhbat uchun, chiroyli maslahatlaringiz uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Hamisha sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz. Mana shunaqa chiroyli energiya sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Men she'riyatga qiziqaman. Agar ruxsat bersalaring, bugun o'zimni yozib kelgan she'rimni Juda ham yaxshi bo'lar. Bajon dil eshitamiz, marhamat. Boshimizda parvonadir quyoshimiz. Boshimizda parvonadir quyoshimiz, nuroniyga imkon bergan yurtboshimiz. 10 ta yoshni tarbiyalar bu boshimiz, doim omon bo'lsin, baland bo'lsin O'zbekiston. Nuroniylar qo'rgon bo'lgan O'zbekiston. 65 ta yigitlardek bardoshimiz. Havas bilan qo'l beradi qardoshimiz. 10 ta yoshni tarbiyalar bu boshimiz. Doim boshing omon bo'lsin O'zbekiston. Nuroniylar qo'rg'on bo'lgan O'zbekiston. Karnay surnay sadolarin yangratamiz. Yurt madhini biz jahonga taratamiz. Namangandek diyorim bor hur Guliston. Doim boshing baland bo'lsin O'zbekiston. Nuroniylar qo'rg'on bo'lgan O'zbekiston. Rahmat, juda ham chiroyli. Albatta yurtimiz tinch bo'lsin, sizdek nuroniylar omon bo'lishsin, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin deymiz.